To'g'ridan to'g'ri zarba amalga oshirilmoqda va mehmonlar ishg'ol etishdi. Bu borada to'p uzatilyapti. Shomurodov emas. Zarba bera olmay qoldi. Hujum davom etadi. Yaxshi bol. Nihoyat maqsadiga yetishdi Jasurbek. Yana bir imkoniyat Abduxoliqov penalti. 56-daqiqa ruxsat berildi. Eldor zarbani ishonchli tarzda O'zbekistonni hisobda oldinga olib chiqmoqda. Hamda 25-raqamda Hojimat Erkinov va Abbosbek gol! Terma jamoadagi ilk golini Hamrobekovning to'p uzatishi 1-1 chiqarib yuboryaptimi? Zarba berish kerak va bu zarba 83-daqiqada O'ronov jarimadan kirib bordi, tezlikni oshiryapti. Ostonning zarbasi chalg'ita oldi, alday oldi.